Videolarni ko'rib ishonmanglar. Bitta bloger ham gapirib chiqdi. Vashshe ismini aytish xohlamayman. Kimdir jinoyatga sherik bo'lish xohlamayman. Eshitgan bo'lsang, doказательствоsi bilan ko'rsatib qo'y. Ishonmanglar bunaqa narsaga. Hozirgi davrda juda ehtiyot bo'lish kerak. Negativ yozyapti, javobini olyapti-da. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Sun'iy intellektda qilingan videolarni ko'rib ishonmanglar. Mana hozir menga telefonlar bo'lib yotibdi. Qanaqadir ko'z bo'y operatsiyasimi, dorisi bo'yichami, qanaqadir uylarda reklama qilsiz deyapti. Men umuman reklama qilmayman. Umuman. Qilishim mumkin juda keskin hollarda, juda kam holatda. Agar men o'sha mahsulotga ishonsam, o'sha narsaga ishonsam, chunki yurtdoshlarimiz ko'p aldanyapti. Uylar bo'yicha aldanishyapti yoki yana boshqa narsalar bo'yicha aldanishyapti. Men bu narsani xohlamayman. Kimdir jinoyatga sherik bo'lish xohlamayman. Pul deb, tirikchilik deb. Men qo'rqaman, tanishib chiqaman. Shunda menda baribir hech kim 100% kafolat bera olmaydi. Masalan, mana shu to'g'ri, shu aldamaydi deb. Lekin shundan qo'rqqanim uchun juda kam rozi bo'laman reklamalarga. Odamlar yozishyapti mana, bittasi uy bo'yicha yozyapti, qanaqadir uyni reklama qilsiz deyapti. Men hech qanaqa uy reklama qilmaganman. Keyin ko'z operatsiyasimi, ko'z dorisimi, umuman reklama qilmaganman. Ishonmanglar bunaqa narsaga. Hozirgi davrda juda ehtiyot bo'lish kerak. Pulga aldanib qolmanglar. Agar men birorta reklamada tushsam, mabodo. Instagramda albatta qo'yaman, odamlar ishonishi uchun. Men Instagramimda bo'lmadimi, demak bilingki, men reklama qilmaganman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa yomon ko'rdim o'sha. Bitta stolda ovqatlanganmiz-da o'sha bola bilan. Odamlarni so'kibman, xalqqa so'kib, O'zbekistonga, vataningga boshqa qaytib kelmayman deb ketgan ekanmishman. Qatdan eshitdi bu gapni? Eshitgan bo'lsang, doказательствоsi bilan ko'rsatib qo'y. Qanaqasiga men xalqqa so'kaman? So'kkan bo'lishim mumkin negativlarni. Negativ yozyapti, javobini olyapti-da. Vataningga qaytmayman degan gap bo'lmadi. Men prosta ko'chib ketyapman dedim. Vatandan vaqtinchalik ketib yana qaytib kelasiz-ku, vataningizni hech qachon tashlab ketmaysiz-ku. Mana shu vatan